Bloger bo'lish mezza. Koreyada agar bloger bo'lsangiz, sizga har xil koreyskiy kosmetikalarning brendi sizga mahsulotlarni jo'natishni xohlar ekan. Menga ham podarka keldi, qaranglar. Chiroyli qilib o'rab jo'natib yuborishibdi. Endi buni ochib ko'ramiz. Buni ichida set adashmasam, bizni mahsulotlarimizni ishlatib ko'ring deb jo'natib yuborishgan. Endi ochib ko'ramiz qanaqa mahsulotlar ekan. Men bu kompaniyani internetdan qidirib ko'rdim. Mahsulotlari qanchaligiga qiziqqanim uchun. Dahshat qimmat ekan boru, dahshat qimmat. Ochib ko'ramiz. Bu setni men internetda qanchaga ko'rdim aytaymi? 100 ming wonga ko'rdim. Почти 100 ming won. 3 ta ekan ichida. Bittamiz yuvasiz, toner, serum va krem. Bitta set. 5X degan kompaniyaning nomi shunaqa ekan. Mana shu toner bilan serum bilan kremni o'zini men mana shu 3 tasini internetdan men 81 ming wonga ko'rdim. 81 ming won bu koreyskiy pul, o'zbek pulida shuncha chiqar ekan. Shuncha so'm chiqar ekan. Mana shu 3 ta donasi. Buni kunduzgi uxod sifatida ishlatsa bo'lar ekan. Bu bilan yuvasiz, toner surtasiz, serum surtasiz va krem surtasiz. Bular chorniy tochkangizni tozalab berar ekan. Toner bilan serum chorniy tochkalarni qisqartirishida yordam berar ekanmish. Hali ishlatib ko'rmadim, ishlatib ko'rib keyin sizlarga anaqalarini aytaman. Rezultatlarini albatta hozir birgalikda ishlatib ko'ramiz. Birinchi sizlarga tanishtirib chiqmoqchiman bu nimaga qarshiligini. Yuzda quruqshilab anaqa bo'lib qoladi-ku, teringiz chiqishi boshlaydi, teri to'kishi boshlaydi. Ashi terida to'kish boshlaganda ham o'shani davolashda yordam berar ekan va ugri chiqqanda ugrilarni ketkazishda ham yordam berar ekan. Serumi bilan kremi ugrilarga foydali berar ekan, serumi bilan toneri chorniy tochkalarni qisqartirishda yordam berar ekan. Penkasi chorniy tochkalarni tozalashda yordam berar ekan. Qani, men hali bugun betimni yuvmadim, betim dabdala bo'lib turibdi mana. Chorniy tochkalar eshakdek bo'lib ketgan. Shuning uchun qani buni sinab ishlatib ko'ramiz. Ketdik. Mana zubna shotkalarni qaranglar. Meniki, qaynukamniki va qaynonamniki. Qaynukamniki tishlarini razmeri necha ekan? Hech ko'rmabman tishlarini razmerini. Qiziqib qoldim endi. Endi shu penkani birgalikda ishlatib ko'ramiz. Ketdik. Wow, betim yog'li turganida quruqshilatib qo'ydi. Prям tozalab betimni dahshat tozalar ekan bu penka. Bu kosmetika Koreyada 20 yoshdagi yoshlarni anaqasida rosa moda bo'libdi. 20 yoshdagi yoshlar juda ham ko'p ishlatar ekan buni. Endi buni tonerini ishlatib ko'ramiz. Bu kosmetikaning sostavida ko'k choy qo'shilgan ekan. Tonerini ishlab ko'ramiz. Ko'k choyda hidi kelyapti. Toneri qora nuqtalarni qisqartirib, pirish chiqishini oldini olar ekan. Endi tonerdan keyin serumini surtab ko'ramiz. Hali qimmat kosmetikalarning anaqasi bo'ladi-ku. Hidi, sostavi o'shanaqaga o'xshar ekan. Serumi oqib ketadigan suvda qolmas ekan, anaqa jelli bor-ku. Jelega o'xshagan ekan sostavi. Endi har kungi ertalabki o'quvdimga faqat shuni ishlataman, menga yoqdi. Rosa yengil o'tirar ekan yuzga. Endi oxirida kremini surtab ko'ramiz. Betim rosa ham anaqa bo'lib qoldi, yengil va namlangan bet bo'lib qoldi. Men ko'p koreyskiy kosmetikalarni ishlatib ko'rganman. Ko'pini ishlatganimda, surtaganimdan keyin betimda qanaqadir achishib, qanaqadir g'alati bo'lgandi, lekin har bittasini surtab chiqqanimda bitta ham unaqa narsa bo'lmadi, lekin yuzga rostdan ham yaxshi o'tirar ekan. Yuzimga mos keldi deb o'ylayman. Betimga surtaganimdan keyin shunaqa yaltirab qoldi. Agar kim Koreyani har xil brendlariga qiziqsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Koreyani har xil brenddagi kosmetikalarni ishlatib ko'rib, sizlarga rezultatini aytaman. Bye.